Task 2 introduction juda ham muhim. Afsuski, shu teaching career davomida juda ham ko'p talabalar menga ustozim aytdi, 2 ta gap yozsam bo'ldi ekan yoki 4 ta yozishim kerak ekan. Topikni shunchaki so'zlarini paraphrase qilib qo'ysam bo'ldi ekan. Misol uchun people bo'lsa humans, humans bo'lsa people deb va keyingi gapimda o'zimni fikrimni berishim kerak ekan. Albatta bu to'g'ri narsa fikr deb berish, lekin shu talabalar yana shu narsani aytadiki, while there are advantages, there are also disadvantages yoki I believe or I agree with this statement completely because of a few valid or compelling reasons degan bir ajoyib frazalar, juda ham generic frazalardan foydalanishadi. Albatta bu noto'g'ri maslahat, do'stlar. Introductionda ko'p o'tirish shart emas albatta. 2 daqiqada yoki 5 daqiqada yozib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin examda hook qilmoqchi bo'lsalar, yaxshi impression qoldirmoqchi bo'lsalar, albatta introductionda ham o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Ko'p gapirib o'tirmoqchi emasman. Quyidagi darsligimda xudo xolasa sizlarga writing task introduction qanday yozishni o'rgataman va u darsdan keyin sizlar albatta you will have no problems guys. Assalomu alaykum do'stlar. Task 2 introduction darsimga xush kelibsizlar. By the end of the video you will learn how to understand the question, how to paraphrase it properly, how to state your opinion or outline clearly, ya'ni qanday qilib savolni tushunish, qanday qilib paraphrase qilish va albatta fikringlarni aniq, ravshan, clear demak ko'rsatib berish. Bu albatta haligi Kung Fu Pandada aytadi-yu, noodle secret recipesi nima desa, yana dadasi aytadi-ku, mana bunaqa qilishing kerak. Bugungi darsimizni, ya'ni introduction, task 2 introduction the secret recipesi bu understand the question, paraphrase it properly and state your opinion or outline clearly. Va a simple 2-sentence structure to start any essay confidently. Bemalol 2 ta gap bilan xohlagan essaylarga introduction yozishni o'rgataman. Demak, tayyor bo'lsanglar, buckle up guys. Example bilan boshlamoqchiman. Most of the urgent problems can only be solved with international cooperation. Do you agree or disagree? Agree, disagree type essay yozamiz. Xo'p. Savol tushungan bo'lsanglar, ko'pgina, demak, urgent problemlarning ko'pchiligini faqatgina international xalqaro cooperation, birlashish bilan yana nima qilamiz? Hal qila olamiz. Misol uchun O'zbekistonda birorta qanaqa bir kattaroq muammo bo'lsa, aytaylik, bolalar o'rtasida pandemiyami, UNICEF, ya'ni Jahon bolalar sog'liqni saqlash tashkiloti bilan solve qila olamiz, xolos. For example. Xo'p. Do'stlar, esdan chiqarmanglar. Every strong introduction starts with understanding what the question really asks. Tushunarli? Introductionni tushunmasdan, topicni tushunmasdan, introduction emas, topicni tushunmasdan introductionni boshlash bu umuman that's like failure, a big fail. Hech qachon. Demak, do'stlar, har doim introduction zo'r yozmoqchi bo'lsanglar, topicni tushuninglar maslahatim. Qayta o'qinglar va kamida 3-4 marta yoki 5 marta mana nimam metodim o'qish kerak va undan keyin o'sha o'qish mobaynida misol uchun highlight qilinglar. Nimani? Topicni. Demak, mana bu essayimizdagi mana bunday topicimiz bu urgent problem haqida gap ketyapti. Key ideyasi bu international cooperation va task'i agree yoki disagree misan deyapti. If you misread this, no matter how well you write, your score drops. Tushunarlimi? Agar taskni noto'g'ri o'qiydigan bo'lsanglar, zo'r introduction yozsanglar ham foydasi yo'q. Baribir score tushib ketadi. Chunki off topic do'stlar, off topic. Mana bunaqa highlight qilinglar. Asosiy keywordlarni, ya'ni most urgent problems only solved international cooperation. Do you agree or disagree? Va yana bir muhim so'z bu only, faqatgina international cooperation bilan hal qilinadimi yoki davlatda o'zi ham hal qilsa bo'ladimi?
O'zbekistonda muammo bo'lsa, O'zbekiston o'zi hal qila oladimi? Hal qila olishi yaxshiroqmi? Only. Bu juda ham kuchli so'z. Iltimos, har bir taskni o'qiganlarda essay topiklarda mana shunaqa bitta yoki ikkita haqiqiy keyword bo'ladi. Shuni highlight qilib tushunmasanglar, demak, urgent problemlarni solve qilish haqida essay yozsanglar ham do'stlar, off topic yozasizlar, chunki sizlardan only international cooperationmi shunga agree yoki disagree bo'lishinglarni so'rayapti xolos task. O'shaning uchun ko'p talabalar Mr. Baha topikka 100% yozdim aka, baribir balim tushib ketibdi. Task response-ga albatta tushadi, chunki topikni tushungansiz, lekin asosiy maqsadni tushunmagansiz uni orqasidagi. Tushunarli do'stlar? Demak, boshladik. Ikkita gap yetadi introduction yozishda. The most beautiful introduction can have only two sentences. Ya'ni birinchi sentence'da paraphrase the question oddiy sodda qilib, ikkinchisida esa state your opinion or outline it. Fikrlarni ochiq oydin beringlar. Qanday qilib? Misolchi ko'ramiz. Original topigimiz nima edi? Most of the urgent problems can only be solved with international cooperation. Va buni paraphrase qilingan varianti international qoladi do'stlar. Buni paraphrase qilish juda ham qiyin narsa. Collaboration albatta cooperation o'rtog'i is often, demak international collaboration is often seen as the only effective way to tackle global challenges. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Avoid just swapping words. Ko'p talabalarga beriladigan, o'qituvchilardan beriladigan maslahat har bitta so'zni paraphrase qilib bo'ldi. Noto'g'ri narsa do'stlar bu. Albatta qaysidir ma'noda to'g'ri bo'lishi mumkin, bir ikkita so'zlarni paraphrase qilish kerak iloji boricha, lekin faqat paraphrase qilishda swapping words bu ya'ni paraphrase qilish degani bu so'zlarni o'zgartirib qo'yish degani emas, sinonimini qo'yib qo'yish degani emas do'stlar. Bu noto'g'ri narsa. O'shaning uchun talaba, bechora ko'pchilik talabalar introductionni o'zi 5 minutda yoz deydi ustoz, lekin imtihonda 10 minutda o'tib ketadi. Nimaga? So'zlarni oqtarishadi. Lekin introduction yozishdagi asosiy strategiyani tushunishmaydi. Ora-oradagi so'zlarni swap qilish kerak, lekin undan ham chiroyliroq tiplar bor. Misol uchun change sentence structures. Gaplarni o'zgartirib yuboringlar. Mana bu exampleda qaranglar. Most of the urgent problems can only be solved with international cooperation. International collaboration is passive voice'ga olib o'tib qo'yapmiz. Is often seen as the only effective way to tackle global challenges. So'zlar paraphrase qilingan, lekin sentence strukturasi o'zgargan, lekin ma'no o'sha-o'shandek. Buni yana ham tushunishlar uchun hozir bitta example beraman o'zimning case'imda. Grammatikani o'zgartirdilar, so'zlarning formasini o'zgartirdilar. Can only be solved by Baha desa, Baha is the only person who can solve this problem. This problem can be solved by Baha only. Solve it. Baha is the only guy who can solve. Passive voice'dan active voice'ga olib o'tib qo'yibman. Umuman olganda sentence strukturasi o'zgarib ketyapti. Bitta so'zlar paraphrase qilyapman, lekin ma'no o'shda turgani uchun examen menga yaxshiroq ball beradi. Misol problemslarni challenges desalar bo'ladi, issues, no problem bularni ChatGPTdan so'rab o'rganib olsanglar bo'ladi, urgent, pressing desalar bo'ladi, solvedni mingborsin, solvedni address it yoki tackled deb olsanglar ham bo'ladi. Do'stlar, ovozimga e'tibor bermanglar, chunki hozir qanaqadir bir virus tarqalgan, albatta menda sog'liq bilan muammo bo'lib qoldi. O'shaning uchun I'm sorry, o'ylaymanki bu narsa darsimiz sifatiga ta'sir qilmaydi. Demak, ko'p gapirib o'tirmoqchi emasman. Example ko'ramiz. Misol uchun, Baha loves apples. Baha olmani sevadi. Do you agree or disagree? Qo'shilasanmi, qo'shilmaysanmi? Buni qanday paraphrase qiladi ko'pchilik? Baha likes, loves, Baha qoladi, paraphrase qila olmaydi, aniq. Loves likes deb qo'yadi, apple deb paraphrase qiladi. The fruit first ever eaten by Eve. Ya'ni Mama Havo tarafdan yeyilgan birinchi meva. Humans, people, yana nimalar deyishadi? Xullas, shunaqangi paraphrase qiladiki, examiner bechora kulib yuboradi. Chunki shunaqangi inaccurate yoziladi introductionlar ko'p talabalar tomonidan. Do'stlar, iltimos so'zlarni darajasini bilish kerak. Oddiy so'zni vahima qilib paraphrase qilish bu umuman noto'g'ri narsa, do'stlar. O'sha examinerda bad impressionni paydo qilasa introduction o'zidayoq. O'shaning uchun so'zlarni paraphrase qilish bo'ldi.
introduction yozdim degani emas, o'zgartirsak bo'ladi. Loves, likesdan ancha kuchli do'stlar. O'shaning uchun have to, mustlarni olayotganda ham, shouldlarni olayotganda ham iltimos hushyor bo'linglar. Shouldni ham must olib qo'ymanglar do'stlar. Should recommend qilyapsizlar, must boshqa yo'li yo'q deyapsizlar. Juda ham hushyor bo'linglar. Off topic yozib qo'yishlar mumkin imtihonda. Misol uchun qanday paraphrase qilsa bo'ladi? Baxa olmani sevadi. Okay, apples are one of the favorite fruits of Baxa. Baxani eng sevimli mevalardan biri bu apple. Baxa loves apple. Qala favorite and love bir-biriga 100% to'g'ri keladi. Apples qoladi. Baxa qoladi do'stlar. Hamma so'zni swap qilsalar unda fatal failure, dahshatli xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa imtihonda. Tushunarlimi? Keyingi qiladigan ishlar, demak, chiroyli qilib, akkuratni qilib paraphrase qildik, so'zlar joy-joyida, bir-biridan o'tib ketmagan. Endi qiladigan ishimiz ikkinchi sentence'da bu your opinion must be clear. The examiner should instantly know your position. Pozitsiyalarda sразу examiner bilish kerak. I agree. Beautiful. I completely agree. I completely disagree. Okay, va undan keyin sabablarni aniq berib qo'yinglar. For reasons A and B. Ha, exam uchun demak bu bola sabab A va sabab B uchun, demak bu topikka Baxa misol uchun disagree qilyapti. Demak, u ikkita asosiy body paragraf yozar ekan va u paragraflarning birinchisi A haqida, ikkinchisi sabab B haqida. Bo'ldi, examiner hooked. Examiner demak joyida to'xtadi. Tushundingiz edi va keyingi paragrafda o'sha A ni kutadi, undan keyingi paragrafda reason B ni kutadi, conclusionda A va B va recommendation berib qo'ysa, essay tamom do'stlar. Juda ham sodda, writing juda ham sodda. Faqat ko'p talabalar va unprofessional ustozlar demak hayotni complicate qilishadi. Misol uchun avoid vague sentences like there are advantages and disadvantages deb qo'yadi. Tugadi. Qani bu yerda ma'no? Advantage, disadvantage qani bu yerda ma'no? Hech qanaqa point yo'q. Bu juda ham generic. Juda ham surface level, shallow, vague introduction bo'ladi. Juda ham bad impression, chunki hamma qatori bir xil paraphrase qilyapsizlar. I totally agree with this idea for a number of reasons. Qanaqa reasonlar uchun agree qilyapsan? Buni yozish kerak. Misol uchun ko'rib chiqaylik, haligi topigimiz, asosiy seriozniy topigimiz most of the urgent problems bla 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 bla. Introduction. International collaboration is seen dedik. Endi yana boshqacha paraphrase is often considered the only way to deal with serious global challenges. I completely agree because working together, international cooperation, yana paraphrase qiladi, working together. Ikki marta paraphrase qilyapman. International collaboration keyin gapda because working together brings, ya'ni provide qiladi, expertise, ya'ni knowledge. Demak, birinchi body paragrafimda men knowledge deb gapiraman. Qanday qilib O'zbekiston Amerika bilan birlashib O'zbekistondagi problemani hal qila oladi? Birinchisi expertise, chunki Amerika juda ham aqlli, zo'r ekspertlarni O'zbekistonga jo'natadi va natijada problemani solve qilishadi. Keyingisi funding. Amerika juda ham boy, O'zbekistonga qarz berib turishi mumkin. That no single nation can provide. Ya'ni mana shu expertise va funding O'zbekistonda bo'lmasligi mumkin yetarlicha. Agar o'zi single, o'zi qiladigan bo'lsa. Ko'ryapsizlarmi? Introduction ikkita gap. Simple paraphrase va clear ideas ko'rsatilyapti. Tushunarlimi? Ya'ni Baxaniki esa Baxa loves apples, one of Baxa's favorite fruits, and I agree because these fruits are rich in vitamins and affordable. Vitaminga boy va affordable, ya'ni arzon. Bu degani essayda 4 ta paragraf bo'ladi. Birinchisi introduction, ikkinchisi nimaga olma Baxa yaxshi ko'radi, chunki unda vitaminlar bor, katta A, B, C vitaminlari bor, ba deb yozaman. Keyingisi affordable, chunki eng arzon mevalardan bittasi O'zbekistonda yetishtiriladi, o'shani juda ham arzon. Demak, ananas olgandan ko'ra Baxa
Demak, apple olishni yaxshi ko'radi o'shaning uchun bu favorite. Interda conclusion, bahani eng sevimli mevasi bu apple chunki affordable va vitaminlarga boy. O'shaning uchun shu mevani doim oladi va boshqalarga ham maslahat beradi. Tugadi. 4 ta paragraf bilan essayim tamom. Demak, common mistakeslardan qochamiz. Copying the question, iltimos so'zlarni copy qilib qo'ymanglar yoki hammasini paraphrase qilmanglar. Writing too long introduction, o'ta ham katta introduction yozmanglar, keragi yo'q. Forgetting your opinion, birinchi sentensni ovora bo'lib qolib, so'zma-so'z tarjima qilishim kerak edi, paraphraslar oqtarib, opinion berishni esdan chiqarib qo'ymanglar do'stlar. Va using memorized templates. Vague gaplardan qochamiz. There are compelling reasons, or while there are advantages, I also believe there are disadvantages. Bullshit, BS deyiladi ingliz tilida. Keragi yo'q. Your goal is not to impress. Albatta impress qilish ham yaxshi, lekin bu asosiy maqsad emas. Asosiy maqsad it's to express your ideas clearly and logically. Umid qilamanki darsimni tushundinglar. Agar tushunmagan joylar bo'lsa qaytadan ko'ringlar yoki introductionda Telegramdan savollar yo'llasanglar bo'ladi menga. Oddiy baha qo'shib yozamiz yumshoq x bilan. Oddiy baha. Demak, to'liq writing kurs kerak bo'lsa ham o'zimga murojaat qilsanglar bo'ladi do'stlar. Yana bir bor ajratgan vaqtinglar uchun kattakon rahmat. Do'stlaringizga ham share qilishni esdan chiqarmanglar. Thank you very much.